Futbol bo'yicha vazir kubogi zo'r bo'ldi. Juda ham zo'r bo'libdi. Bola qarang, qanaqa xursand. Sizlar nima haqida gaplashyapsizlar? Futbol bo'yicha o'quvchilar o'rtasida vazir kubogi bo'lib o'tdi-ku. Ha, mana ko'rdim. Juda ham qiziqarli bo'lib o'tgan. Nimasini aytasiz? Qaniydi o'qituvchilar o'rtasida ham shunaqa bironta bir musobaqa o'tkazilsa, zo'r bo'lardi. Hurmatli ustozlar, sizlar uchun ajoyib yangilik bor. Qanaqa yangilik? Barcha maktabgacha va maktab ta'limi tashkilotlari ayol ustozlar o'rtasida sportning voleybol turi bo'yicha maktabgacha va maktab ta'limi vaziri kubogi musobaqalari o'tkaziladi. Musobaqaning tuman shahar bosqichlari 20-30 aprel kunlari, Qoraqalpog'iston Respublikasi viloyatlar va Toshkent shahri bosqichi 5-15 may kunlari, musobaqaning yakuniy respublika bosqichi esa 17-20 iyun kunlari o'tkaziladi. Bunda birinchi o'rin g'olib jamoalariga 150 million so'm pul mukofotlari, ikkinchi o'rin g'olib jamoalariga 100 million so'm, uchinchi o'rin g'olib jamoalariga esa 70 million so'm pul mukofotlari ajratilgan. Shuningdek, respublika bosqichiga chiqqan barcha jamoalarning ishtirokchilariga homiy tashkilotlarning maxsus sovg'alari ham bor. Shoshiling, o'quvchilaringizga namuna bo'lib, sportni ommalashtirishda bir maqsad sari birlashing.